Siz qanday yo'lovda yurasiz? Malibu, Gentra, Cobalt, BMW, Mercedes, Tracker. Lekin so'nggi manzilimizga aynan ushbu ulovda ketish haqida hech xayol qilib ko'rganmisiz? So'nggi manzilga ketishga sizni savob amallaringiz yetarlimi? Biz ham bugun o'zimizga shu savolni berdik. Bu yerda esa hayot boshqacha. Uyning bir qismi deyarli yashashga yaroqsiz qoldi. Bu oilada ehtiyojmand insonlar yashaydi. Ularning ba'zilari gapira olmaydi, ba'zilari esa dardini tushuntirib bera olmaydi. Biz qarab tura olmadik. Ushbu uyni yangitdan qurishga qaror qildik. Siz ham befarq bo'lmang. Bir dona g'isht narxi 450 so'm, 10 dona g'isht narxi 4,5 ming so'm bo'ladi. Balki siz qo'shgan kichik hissa shu uyning poydevori bo'lar. Bu uy bitib, yillar o'tib buzilgungacha siz qilgan ehsonning savobli amallari borib turadi. Meni ismim Ahmedjon. Familiyam Sultonov. Endi xo'jaliklarda ish qilaman. Mardikor ishlayman. Farzandlardan nechta? Farzandlar 3 ta. Ikkita o'g'lim bor, bitta qizim bor. Keyin bitta o'g'lim nogironroq. Ikkinchi guruhga nogironi. Katta o'g'lim gapira olmaydi. Gapirsa ham duduqlanib gapiradi. O'zimdan kuch-quvvat qolmadi. O'lmasbek, necha yoshsiz? 10 yosh. 10 yosh. Nechinchi yilsiz? 2002. 2002 misiz? 24 yosh bo'lasiz. Ha? To'g'ri. 24 yosh bo'lasiz. Maktab bitirgansiz. Ha? Eng yaxshi ko'rgan narsangiz nima? Nimani yaxshi ko'rasiz? Uyda. Uyda? Ha? Chiroyli uylarni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Chiroyli uylar qurib beraylikmi sizlarga? Ha? Ha? Mana xalqimiz yordam bersinmi? Ha? Xudo xohlasa bizni xalqimiz sizlarga chiroyli uy qurib bersa, rozi bo'lasizmi xalqimizga? Ha, hozir bormi? Rozi bo'lasiz. Ha? Duo qilasizmi xalqimizga? Ha? Chiroyli uy qursak sizni uylaymiz, Xudo xohlasa. Ha? Kelin ota-onangizga xizmat qiladi, inshaalloh, Xudo xohlasa. Yordam bergan jamiki insonlarning haqqiga duo qilasiz. Kelishding? Ha? Aziz vatandoshlar, hech qachon kamlik ko'rmanglar. Sizlardan yordam so'rayman. Xo'jayinimda ham yazasi yo'q. O'zimda oyam og'riyapti. Meni ham bolalarimda, qo'shnilarimni bolalariga o'xshab yashayotgim keladi. O'zimda oyam og'riydi. Ko'p yursam. Rahmat, yashanglar. Aziz vatandoshlar, ushbu video ostiga karta raqamlari va telefon raqamlarini joylaymiz. Imkoniyat darajasida Alloh taolo qodir qilganicha ehsonlaringni ayamasliklaringni so'raymiz. Va ehson qilishga imkoniyat yo'q insonlar, mana shu videoga like bosib, kommentariyasida saxovatli insonlarni belgilab, 100 ta yaqin do'stingizga shu videoni yuborib qo'yib ham sababchi bo'lib savob olishingiz mumkin. Inshaalloh yaxshilik bardavom bo'lsin. Ehsonning mukofoti ehsondir.